Bizlar navbatdagi sog'aygan bemorimizni kuzatish arafasidamiz. Navbatdagi bemorimiz Ravshan aka Xaliqov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xaliqovning akalari bo'ladilar. Ravshan Xaliqov kelganlari vaqtlarida yuraklarida juda ham kuchli qon tomirlarida torayishlar bor edi. Ahvollari og'ir edi. Mana Xudoga shukr operatsiyalarni yaxshi o'tkazdik va operatsiyadan keyin 3 kun o'tgandan keyin Xudo xolasa mana ularga javob beryapmiz. Bu 3-chi holatı hammasi joyida, normalar, zannilar hammasi joyida. Qo'yga ketdi yo'l oldi, rahmat. Men ham juda ham xursandman. O'zbekistonimizda kardiologiya shunchalik rivojlanganidan avvalambor Berdiqul akamlarga katta rahmat demoqchiman. Men o'zim eshitganimda juda ham bir ahimaga tushib qoldim, ochig'ini aytsam. Chunki yurakdagi bir 3 ta qon tomiri yopilib qolgan ekan. Endi shuntirovaniya deyiladi bu operatsiya. Shuntirovaniya qilib, tomir olib, yuraklariga qo'yib, mana hozir ko'rib turganingizdek operatsiyadan 3 kun o'tdi, mana oyoqda turibdilar. Kimdir chet elga chiqa olmaydigan imkoniyati bo'ladigan bo'lsa yoki bir qanaqadir yo'l qidirayotgan bo'lsa, bemalol kelib, mana Berdiqul akamdek insonlarga kelib to'qnashsanglar, xato qilmaysizlar. Biz mana oilamizning boshidan o'tdi. Mana akamiz 67-yil tug'ilganlar, Ravshan Xaliqov, mana shu bizning Shahzod ansamblining asoschisi, mana hozir yonimizda turibdilar.